Portugaliyaga yutqazishimizning asosiy sababi nima bilasizmi? Mana O'lmas Samarqandiy degan shoirimiz she'r yozibdi. Kecha yuzlab do'kondor molni ko'z-ko'z etdi. Kim mashina sovg'a qildi, kimdir iPhone 17. Chiqdi hatto Instagramda bir lak uchun ayyorlar. O'zbekiston yutsa agar uy berishga tayyorlar. Aptekachi tekin dori, qassob tekin go'sht dedi. Restoranchi VIP zalni sizga 3 kun bo'sh dedi. 5-6 ta boyvachchalar qadamini g'oz qo'ydi. Har insonga $100 beraman deb post qo'ydi. Bir dehqon yigit chiqib, birozgina yeb qo'ydi. Shu yil yiqqan hosilimni tarqataman deb qo'ydi. Taksichilar tekin xizmat, oshpazlar osh tiqdilar. Hatto xotin xalaj ham futbolga bosh tiqdilar. Va'da qildi tillo, marvat, duru sadaflar. Ildorning qulog'iga yetib bordi bu gaplar. Darhol milliy termani to'pradi Shomurodov. Minglab va'dalarga bermadi yuragi dov. Shu sababdan oq bo'rilar o'zlarini tiyishdi. Shuncha odam kasodga uchramasin deyishdi. Iltimos, bular bo'lmas. Va'dalarni qo'ymaylik. Shu safar Kongo bilan g'alabaga o'ynaylik.